Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik televizyon görgücü karindaşlar. İlminin zakiti belgelde birinci san programda Doktor İşat Abbas akımızını ziyaret kılgan. Bunun aiti vatanda ve sırtadaki varlık ilim seri karindaşlar şunda kızıkıp gördü. İkinci sanda Engilya'dan kelgen yazıcı Ez Eysa akımızını ziyaret kıldık. Bu söhbetimiz buna ait yaxşı öttü. Bugün 3. sanda ilminin zakitine belgeler 3. san programımızda Amerika'dan kelgen Doktor Muhammed Abdullah kardeşimizle ziyaret kılımız. Bu ziyaretimizdeki planını kısaca tanıştırıp ötsem. Onun da birinci bulab Muhammed Abdullah akımızın kısaca tercümanını ben okuyma. Onun için özününki hayatının kısaca sözler berdi, özünü anlayımız. İkincisi de Uygur Akademisi ve Uygur Akademisi yığında, 6 kadına yığında sunulan dokladı doğrusu da biraz kısaca yekünlep berse. Üçüncüsü de Amerika'da okuş ve hizmet. Yani chet elde o'qishga aloqador maslahat bu jihatlarda qanday maslahatlarni beradi, uni bir tinglab o'tsak. To'rtinchisi de İslam ve Amerika hem avlod tarbiyasi, bu to'g'riliq biroz suhbatlashsak. Beshinchisi de yulg'un turlari, bilganlarninki xabarida bor. Yulg'un to'ri biz Uyg'urlarninki odatda to'r yuzida mashg'ulot olib berish, yeziq betaraf qilish, undan keyin tor logotidan paylanış jihatlerde bizninki haqsiz qo'llanadigan, doim biz shundan paylanib turadigan Orta Asiyodagi Uyg'urlar qo'llangan Kiril alfabesi veya Latin yeziqiga Uyg'ur kon yeziqini aylantirish, bir-biriga aylantirish jihatlerde bizga nihoyat ko'p yerdan doğan bir tor bekat. Muhammed Abdullah kardeşimiz şu tor bekatninki hem sahibi. Bu to'g'riliq o'zining nima planlari bor, uni baranlashimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhammed Abdullah kardeşimiz, bizningki bu programga kelganingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Bu munosabat bilan bu programni boshlab olsak, oldi bilan men Doktor Muhammed Abdullah'ninki tercümanını o'qib o'taman. Doktor Muhammed Abdullah yumshoq detal injeneri, o'zi Amerikada yashaydi. Luqatinliq yig'inga atayda Amerikadan keldi. 1976 yılı 11. ayda Qashqarning Feyzabad nahiyasida tug'ilgan. 1995 yıldan 1999 yılgacha Shanghai Jiaotong Üniversitesi'de elektr injenerlik kasbida o'qigan. 2000 yıldan 2002 yılgacha Amerika'nın George Mason Üniversitesi'de yumshoq detal injenerlikda magistrlik programmasida o'qigan. 2004 yildan 2009 yilgacha George Mason Üniversitesida kompyuter fanlarida doktorlikda o'qigan. 2009 yildan 2010 yilgacha George Mason Üniversitesida doktor HD tadqiqoti bilan shug'ullangan. 2010 yıldan 2011 yılgacha SAIC şirketinde yumshoq detal injener bo'lib ishlagan. 2011 yıldan 2012 yılgacha Amazon şirketinde, yani dunyoga tanınıq torda kitap satadigan tor beti deb bilamiz. Amazon şirketinde bulut hisoblash so'pisi tuzish bilan shug'ullangan. 2012 yıldan hazırgıca Applied Predictive Technologies şirketinde zor miqdordagi uçurlarını bir taraf qilish, matematiklik analiz ve yumshoq detal bir taraf qilish temalarida yetakchi injener bo'lib ishlamoqda. Doktor yana 2004 yildan buyon yulg'un tor bekiti ve tor logoti mulozimatida ma'murib kelmoqda. George Mason Üniversitesi'de kompüter fanları ders ötüdü ve yumshoq detal işten sırt yumshoq detal işleri bilen şug'ullanadi. Yulg'un torini hamma bilasizlar, belki men qaytadan bir yerda bir tor adresini deb o'tay: www.yulg'un.com.
Ondan keyin 6. qatamlıq Uyghur Akademiyasının ilmi muhakeme yığınında təklif bilan qatnaşdı. Hem ayalı doktor Aynur Abdurazak Hanım'a kelip onu öz temişini sundu. Biz bu münasebet bilen doktor Muhammed Abdullah Efendim'e köpten köp rahmet ettiğimiz rahmet. Ben kısaca tercümanınızda sözlep ettim. Siz kısaca bir hayatınızdan bizge nerede okudunuz, kandak bu ilimlerini kandak ügendiniz, Amerika'daki okuş hayatınız, hizmet hayatınız doğrusu da kısaca bir sözler verseniz, sizin ağzınızda anlatmaksak. Oldu. Şabayda bitkendek önünde şu toluqsuz, başlangıç toluqsuz, toluq oturulan Qashqadaryoda o'qigan. Gerçi pedagog tug'ilgan bo'lsam ham 7 yosh vaqtimizda oila bo'yicha Qashqadaryoga ko'chib keldik. Ondan keyin 94-yili toluq o'tini bitkizgandan keyin Chongdoda 1 yil tayyorlik o'qidim. Ondan keyin 95-yildan 99-yilgacha Shanxay Jiaotong Üniversitesi'nde Qatnash Üniversitesi'nin tercih kılındı ekan İngilizce'de şu Jiaotong'da püçüpeti ağırlık için. Hem Jiaotong Üniversitesi yazdım. Hem 99 yılım 98-99 yılım Amerika'ya okuşqa men için imtihanını verip asasen tayyor olganım bir onu pasport edip qilg'ichi bir mavsumda o'tib ketdi. Şu 2010 yilning 5-ida Amerika o'qishga chiqqan asosli yumshoq detal kasbida. Gerçi o'zimning asli kasbi sizning kasbingiz elektr injenerlik. Aslida elektr injenerlik kasbida. Keyin shu vaqtda shu o'qish chiqish jarayonida bir qism o'zgarish oldim. Yumshoq detal kasbiga almashib 2 yildek shu 2 yil taraf shu magistrlik kasbida o'qigandan keyin ma'lum şirketde şu ilmi başquruvchilar ishlab, ondan keyin qayta 2004-yildan boshlab men qayta doktorlik o'qishga kirgan. Kirgandan keyin ham yana 5 yil jarayon asosiy shu doktorlik o'qishga tadqiqot ishlari bilan 5 yilda shug'ullanib 2009-yil tugadi. 2009-yil tugagandan keyin asosiy aqliy telefondagi bexatarlik jihatdan qanday bexatarlik qo'g'dash yoki hujum qanday hujumlar shakllar bo'ldi, uni qanday qo'g'dash, ya'ni telefonni chunki telefon hamda hozir aqliy telefonlar kichik bir kompyuter mana chiqqan chog'da nurg'unlagan ishlarni ishlatuvchi o'zi bilmay nurg'unlagan hujumlar bo'lishi mumkin. Shuni qanday hujumlar mumkin bu Spada yani yumshoq detal jihatida buni qanday mudofaa qilish to'g'risida asosan shu tadqiqotda. O yumshoq detal tadqiqoti asosli Androidmi yoki iOS? Asosli shu vaqtda bizning qilganimiz Android, chunki uningki asliki manba kod deymiz hamda Uyg'urchada bir qism tarjimalik xatolik tufayli manba kod deb olmasdan asli kod deb olgan. Men qanday ko'rsam chunki u chiquvga bizning ko'rib o'zimiz xohlash o'zgarsak, masalan bundan ichidagi hujumni shu vaqtida qilgan chog'dagi tadqiqotdan asosli qanday hujum qilg'ili bo'lmasam bir ya'ni yomon niyatdagi bir programma qachlangandan keyin masalan nurg'ulg'an ishni qilg'ili bo'lmasam ovozni qarshilab ishlatuvchiga bildirmay ovozni xotirlash, sirtdagi bir kompyuterga uni avatish, surat tortish, chunki odat normal avvalasidan bir ko'pincha vaqtda shu ishlatuvchi o'zi surat tortmanda surat tortgancha ovoz chiqadi degandek, ammo uni shu programma hech qanday ishlatuvchiga ma'qulligini olmasdan xohlagan surat tortib yoki bo'lmasa ovozni xotirlab yoki bo'lmasa videoni xotirlab nurg'un qilgan ishlar nihoyatda ko'p. Shuningda shu hujum qilish shakllarini bir qur uni o'zimiz tadqiq qilib qanday ishni qilg'ili bo'ldi deganini bir qur endi asosiy shuni ko'rsatib chiqqandan keyin buni qanday mudofaa qilmaymiz bu to'g'risida masalan har bir programmani ayrim holda ma'lum bir muhitda ijro qilish, ekronni bir qancha programma tang garchilik hammasi har bir programma o'z oldiga menish kerak aslida. Mangandan keyin qanday boshqa endi cho'ng kompyuterlar ishlatadigan ma'lumlashtirish texnikasini
nayet yengil ma'lumlashtirish texnikasini shu qo'l telefonga Android sistemasi o'rnatgandan keyin uni qanday qilib abay degandiki tipdagi hujumni qanday to'simiz degan maqsadda asosli shu bu gerçi 5'de asas nimadan boshlangan yani umumyüzlük işletish bilan balkim davlat jihatida bir qancha harbiy jihatga bakrak qiziqishi mumkin lekin meningki tadqiqotim ochiq hamda hamma doiraga mos keladigan tadqiqot lekin bu yerda shu maktabdan bir yildek turib shu asosan shuni davomlashtirib doktorashti degan nomda lekin Rakkeserliklar yani tadqiqot markazi deb Amerikaning davlatlik SIM idaresi deymiz, institut deymiz. Biz SIM institutidagi cho'ng nayet yuqori onun yıllık çıkımına çoğu mesela 80 milyar dolar atrafında hükümetin olağan tedqiqat nimesi verdim. Şunun için çoğu bir merkezim Rakkeserliklar tedqiqat merkezi. Şunun için nurgulgan tadqiqatçıları şu yumuşak detal arkalı hem de özünün tadqiqatını imkan kadar bir-birisiyle almashtırış. Çünkü hem özünün kişinin kandıkken hem de almashtıralış için ortak bir ölçem buluş gerek. Hem şu yumuşak detal tüzüşke katlaştım 6 ayda. Yani ki ma Amazon şirketi de şu fırsat alıp kalmak için şu yerge yütkülüp asasında ma bulut hesaplaş sistemimiz hem de bir asas kıldığan iş hem bir organ belki yeni mesela yeni bir kurulan bir şirket olsa nurgulgan kompüterin işleyiş doğru kelgen olsa da yeni şirketler belki bunca olacak pul serap kılıp bırakla netice mağlagan mülazimlerini server deydi İngilizce mülazimlerini setveriş nataynen bırakla şu avalasından kanda köpünçe vakit hazır kılıvatkan şekilde hem de eğer kısa vaqt içinde nurgulgan kompüter lazım bulap kalan bolsa şunu program arkalı to'ydan yangi ma'lum kompüterini qo'zg'atib qolgan ishlatib bo'lgandan keyin uni o'chirib etsa shu soatlik bo'yicha pul oldim. Masalan bir masalan yilda bir qatim ishlagan cho'ng doiradagi bir masalan ya doklad asliq qilish bo'lmasa masalan New York vaqti gazetining bir misoli var tushundim ular nurg'ulgan o'zining betlarini PDF shakliga aylantirish uchun nihoyatda jiq kompüter hesaplash jihatdan ko'p talep bo'lganligi uchun men faqat uning soat bo'yicha necha yuz yoki necha ming kompyuterni bırakla. Bu ijaraga olgandek men ma'lum bir kompyuterni ijaraga olib o'sha program orqali boshqara oladi misli. Shuni ham da evet kendiga keyin balki necha soatning ichida ya bir kun atrofga kelgan bo'lishim kerak. Uni hammasini tugitib, shu faqat bir soatlik pullarni nechasini tarafida. Shuni tugandan keyin uni hammasini to'xtatsa, ya'ni bir nurg'ulgan kompyuterni elib qo'yib qo'yishni hojati yo'q. Shuni ishlatib bo'lgandan keyin ish tugaydi. Bizniki qilgan ishimiz asosli shuni asliki ma'lum unday hisoblash shakli bor, lekin shu yangi bir qo'zg'atilgan mashinalar davomli dedik aslida shu o'zininki torning doirasiga sirtida boshqa bir yangi bir kompyuterdek bilinishdi endi burunqisida. Yangi bir IP adres elib shu bo'yicha aloqalaydi. Endi keyingi bizniki qilgan asosiy ishimiz shu masalan yangi bir kompyuter qo'zg'alsa asliki shu shirkatning yoki shu organninki tor doirasininki bir kengaytirilmiş sifatida yani bir shaxsiy bir tor yani torda yani bir shaxsiy kompyuter ochgandek yani umum yani ochiq IP adresi sirtda agar qilaman desa qatiman desa qatqil bo'ladi lekin endi avtomatik holda shu xuddi o'zininki idorasining ichidagi bir yeni bir kompüterini aşırgandek lan emdesliki yani çünkü hemmisi bir xatarlik boyunca kengaytilgan ondan keyin asliki o'zininki firewall deymiz hem de sirtdan kelgan hujumdan to'saydigan u avtomatik holda shu yangi qo'zg'atgan kompyuterga avtomatik holda shu kengaydi hamda. Gerçi azroq tor jihatdagi bir qism aloqada ostligini hisoblamagan chog'da yana bir kompyuterni yoki 10 necha kompyuter, 100 kompyuterni qatsa faqat o'zining asliki doirasidagi kompyuterni kengaytgandek holatda kelishimiz kerak. Burunqi avalasida shu yana bir odamning kompyuterini ishlab ochiq IP adresi ochiq sirtdagi bir kompyuterni qatgandek bo'ldi. Hozir qilingandan keyin asosli shu torni to'sash
qoidalarni ya'ni bekitgan masalan qanday to'rdan qanday kelgan hujumni masalan to'sish qaysisini kirgizish kelgan to'r aloqada qaysisini bunda çünkü siyasetler mesela bazı mağdurası hikayesi oldu, mağdurası hikayesi olmaydı, manda arasında tosun degan şemines avtomatik aldı köçüdü ama hemimiz hem bağlı alakalı mehbiyliği hem de VPN teknik sarkılık türlü mehbiyleştirilgen hem şunu tabi aldı özünki kompüter dairesine şu torgu kengaytip onu mesela işletküçü, en ahırkı maksat neyme degan şey işletküçüge nispeten, şu şirketin açıdaki işletküçüge nispeten yani meyerdeki bir kompüter katılsa o özününki idaresi yani bir kompüter katılganda bütün başka hem cihetten şuna bir alet ekiliş. Aslındaki burunqdalıqı başka sırtki bir kompüter mevhum halatda real bir kompüter kalkkandak halat ekiliş seviyesinde. Aslında bu şunda lekin ma'nada aslındaki işte qatqan çağda sırtki bir kompüter qetildi deb şu boyunca ma'nadamda. Hazır yeni texnikada hem şu yeni bir kompüter özünüzün şirketinin içideki bir torga qetilib qo'ygandek holat ekilish, yani bilgili olmagan darajada. Lekin hammasi maxfiylik shu sirtqani chiqib aloqani qildi, lekin tor adres jihatdan, maxfiylik boshqarish jihatdan hamma jihatdan bir qancha shu faqat yani garchi ashi bir shu abay degandek faqat sizlik azroq farq qilish mumkin chunki biz sirtda, lekin undan boshqa hamma jihatdan shu sirtdagi bir kompüter bilan bidaning ichidagi o'zining torning yerlik torning ichidagi kompüterdan hech qanday farq qilmasligi kerak degan maqsadim. Qisqacha qilib aytgan chog'da. Endi u aslida nurg'ulg'on texnikalar bor, biz asosiy qilgan ishimiz shuni shu ishlatishga nisbatan noyatda o'zini bilishning ojizi yo'q, faqat qassila shuni o'zining bir yangi bir to'rga yangi bir kompüter qetilgandek loyiha qilish. Maqsad shu o'zining ichki to'rga qetilgandek. Maqsad shu. Onun shu turda ishladim, unda hozir jiq kengayib amzanon cho'ng bir turning birisi ham shu jihatni aytgan chog'da. Keyin undan men o'zim yumshoqlardan boshqa matematikalik analiz qismi degandek o'zim qiziqashqa ama yangi shirkatda ko'chdi, Applied Predictive Technologies deymiz. Uningdagi asosiy qilgan ish hamda shu matematikalik analiz qismi bilan yumshoqlarni birlashtirib, men cho'ng shirkatlarningki o'zininki business intelligence degan chog'da yani soda jihatdan maxfiyat degandiki nima emas, intelligence masalan bir shirkat deylik, masalan o'zi ma'lum bir o'zgarishni qilgan chog'da buningga foydasi masalan shirkatga nisbatan qanchalik foydasi bo'lgani o'zi ba'zi ko'pincha vaqtda qiladigan ishi shu mana qilib bo'ldimi bo'lmadimi deb faqat ko'zish orqali qilaman. Endi buni ham shu yumshoq detalga hamda kirgizish, masalan bir shirkat masalan bir kofexona deylik, hamda ular bir yaxsiz to'g'ri ta'minlab bersa men so'dam bo'ladi foydasi bo'lan bo'lmamdi deganda o'zi qilib ko'rsin bo'ldi. Lekin hamda masala uni ma'lum vaqtda qilsa uni balkim boshqa omili bo'lishi mumkin, yoki iqtisod yuqorilagan bo'lishi mumkin, tuvalgan bo'lishi mumkin, xalqlar kofexonaga jiq borgan bo'lishi mumkin. Shu jarayonda u o'zgarishning kirgizmasini qat'iy nazar shunday o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga bu jihatni qanchalik shu asosiy yumshoqlar orqali shu soda yoki o'ziniki aslida shu shirkatningki o'zining qilmoqchi bo'lgan o'zgarishlar yoki qilmoqchi bo'lgan hukmlari maoshni qilish kerakmi, qilmaslik kerakmi yumshoqlar orqali analiz qilishga yordam. Garchi anglashni osonlik turgan bilan shuni hammasini nurg'ulg'on shirkatlarga hammasini qo'llaydigan yana bir yangi bir tipdagi shirkat kelishmi shuningki umumyuzlik masalan mayli odatdagi har xil molni sotadigan shirkat bo'lsin, mayli masalan mehmonxona boshqarish bo'lsin, lekin nurg'ulg'on xohlagan shirkatlar kelsa o'zining shu tipdagi analiz qismini o'zi matematikalik holda shu yumshoqlar orqali biz uni amalga oshirgandan keyin shu yumshoqlarni ishlatib o'ziniki masalan cho'ng shirkatlar ishlaydi mana Walmart degandek, masalan Walmart degan Amerikaniki dunyo bo'yicha ham kirim jihatdan eng cho'ng shirkat bo'lishi mumkin. Yillik masalan savdo miqdori 400 milliard 500 milliardga yaqin
dollar. Yani günde 1 milyar dolardan oşuk soğudu oldu denge hem de şu dükkan şu cennimide. Nurgul'un dükkanlarında. Şuna ağaç adam şulamın bizden çoğun hayran şula yüzde mesela şimşaklarını işletip bizim Nurgul'un hüküm kılış jihatin şu arkalı hem özünki bir adam şahsi mandası bolam diki degan avalasidan imkan kadar penny asası var, imkanlardan kollaydigan özünki uçur asasen setiş bütün ular çünkü gündelik soda bo'lgan har bir masalan mana setildi masalan bütün hammasini bizga topshirib berdim. Biz uni qachlab qo'ygandan keyin yumshoq orqali ular nurg'ulon qilmoqchi analizlarni shu orqali qilamiz. Endi asosiy bu yerdagi masalan anda cho'ng shirkatga nisbatan hamda funksiyani to'g'ri bitirib qilish bir gap, ya'ni undan sirt lekin buni soliq miqdorini oid zo'r miqdorda soliq miqdori bo'lg'achqa masalan kunlik setilish miqdori necha 10 million atrofida narsa setildi. Bundan çağda oxşmayan bazı günler cıqaq setilishi mumkin, balki azaq setilishi mumkin. O'ttir hisoblab mesela 20 million deb turlar. Mesela shu atrof kunlik shuni bir necha yillikni bersam da nurg'ulg'an soliq miqdorlar bizimizda saqlangan. Uni imkon qadar nihoyatda yuqori suratda yangi hisoblashlar bilan qilmasak, endi odatdagi normal holatlar qilib qo'ysam, birinchidan funksiyasi to'g'ri bo'lgan avval aslida menda. Chunki bir xato hukm qilgan avvalga kelib qo'ysak, u nurg'un ziyon tortishi mumkin. Ondan sırt to'g'ri funksiya jihatdan yoki bo'lmasa to'g'rilik jihatdan yaxshi bir yumshoqdan ishlab chiqqandan keyin ham unda cho'ng shirkatlarga nisbatan ulig'ini siz hisoblab chiqarib bermasam-da u masalan 10 necha kunlik odatdagi bir kichik analiz qilgan narsa necha kun ketsa balki bu yaxshi ishlatilishi notayin. Asosan biz asosan qilishimiz shu matematik analiz qismi, yumshoq detal qismi. Ondan keyin de çoğun tipdeki uçurlarını, yani zor miqdordagi uçurlarını qanday unumlik tez suratda bir taraf qilish kerak asosan shu qilgan ishlar hozir. Men kendi bir nimaga qatnashgandim, shu tashqi savdo jihatda nimaga bir kunlik o'qishyapti, shunga nima qilsam, o yerda leksiyapti. Bir şirket var ekan, bu şirket şu sen qaysi İstanbul'dan qanday yerda qaysi bir o'rinda dükkan açsan yoki şirket bir narsa sotadigan dükkan yoki şirket deylamdi. Bir narsa qilsang, shu bo'ladi biz shuni analiz qilib sen shu menda nima qilibmi dedi o şirket işte belki shunga o'xshash bir program qo'llanishi mumkin ham bularmi? Bizning mashina yumshoq bizning faqat bir yumshoq detal emas ham shunda asosiy yumshoq detal abay degan qismi unda mesela belki bir şirketninki mesela bir shaharda 3-4 o'rinda ishlangan tarmoqlari bo'lib bo'ldi endi. Yani shu o'xshash shaharda mesela yana bir tarmoqni açsam qanday bo'ldi deganni o'ylashi mumkin. Shahar mesela shu ishni boshqarayotgan guruh yoki kishi. Shuni olgan chog'da bu yerda nurg'ulg'an omil bor. Bu yerda shu aslidagi o'zininki tarmoqlari bor. Yani bir tarmoq açılsa belki şu o'zining asli boshqa tarmoqlari berayotgan xaridorlar shu ma'lum yetkazilishi mumkin, lekin umum jihatni olib qarasanglar qanchalik foyda bo'ladi deganini uni yana uni analiz qilish kerak endi. Belki o'zi shu jarayonda boshqa shirkatlar ishlagan bo'lishi mumkin. Uni faqat asosan hammasini biz endi xuddi bir o'zgarish miqdorda ham shu yerda aşağı kirgizgan shu analiz qismi kirgizgandan keyin endi nurg'ulg'an bizning o'zimizning qo'limizda nurg'ulg'an uçurlar var mesela bir yerdagi kishininki odatdagi setib olish normal olsa qanday narsalarni jiqaq setib oladi, qaysi yoshlik odamlar jiq, kirim manbalari qanday, undan keyin ya'ni bu yerga asosiy shu nopostninki tarqalish qanday, piyoda menib qanchalik hammasi shu kompyuter kirgizib bo'lgan analiz qilgan narsa shuning asosan analiz qilib mishaga yana bir shirkat yana bir tarmoq ochilsa buningki savdo avvalmanchalik bo'lishi mumkin, umumiy shaharlik savdo avvalmanchalik bo'lishi mumkin, yangi xaridor manchalik kelishi ehtimoli manchalik, undan keyin aslidagi bor xaridor boshqa aslida boshqa tarmoq berayotgan xaridorlar maya kelishi manchalik deb shu har xil endi omilni to'liq imkon qadar to'liq hamda o'ylashib yumshoq detal orqali qilamiz endi uni garchi shu yerda biz men asosan shu injenerlik tarafda yumshoq detal qismida unda orliqda shu shirkatlarga yordamlashib yumshoqlarni qanday yaxshi unumli ishlash to'g'risida qilgan yana yordamchi xodim bo'ldi. Shular birlashib hamda shu
Aslında tipteki analiz kılamdı. Şu yani bir qancha o'xshashmagan guruhga yumshoq detal olgandı. Şunun içinden yani bir yumshoq detal açışını kıldı. Sen şu ayrım ismi var, network planner degenen de tor degenen özününki yumshoq tarmoqlari xuddi bir torga o'xshasa. Şu tor planlovchi deb bunun qanday asas. Zincirsiman magazinlar. Şu zincirsiman magazinlarni yangi ichilish qanday bo'ldi, qanday o'zgarish bo'ldi. Umuman da asas qilib şu matematiklik model qilib şu bo'yicha. Yaxshi, bu to'g'riliq o'zimizning qilayotgan yuqori texnikada qo'llanib shirkatlar aloqador tuzayotgan programma to'g'ri yaxshi gap berdingiz. Men ba'dan sizning kelimingizni qarasam, Shanxayda o'qibsiz Chawton universitetida. Odatda masalan Amerikadagi Beijingliklar, Yaponiyadagi Shanxayliklar degandek bir nimalar bor-ku. To'liq Shanxayda o'qiganlar yoki Shanxaydagilar Yaponiyaga berib nima qilgan? Siz qanday sizga Amerikadan tanlab qoldingiz bu jihatda? Ya menimcha u to'g'ri tushuncha emas. Shanxaydagi vaqtimiz masalan asos til, chet til qilib o'rgangan til inglizcha. Mesela Shanxayda o'quvchilarning ingliz saviyasi shunday yaxshi ham, yig'ilib yerlik o'quvchilar 3-yillikdan boshlab inglizcha o'rgangan. Başqa ko'pincha o'lkalardan kelganlar to'liqsizdan boshlab. Balki hozir kengaygan bo'lishi mumkin. Men borgan chaqda shu vaqtda qolgan boshqa o'lkalardan kelganlarning ko'pinchasi to'liqsizdan boshlab o'rgangan deb kelgan bo'lsa, Shanxayniki shu boshlang'ich 3-yillikdan boshlab ko'pincha ham da shu yangi kirganlar, endi shu darajaga bo'ladidan demasan. Yangi kelgancha masalan imtihon berib 3 bo'lak bo'lib, birinchi seliq oliy maktab ingliz tili deb masalan dash o'yingida birinchi daraja, ikkinchi daraja, uchinchi daraja 3 bo'lak hamda ko'pincha vaqt o'quvchilarni o'qish bitirish uchun 4-chi darajani o'tash kerak. Shundan so'ng ko'pincha Shanxayga o'quvchilar shu vaqt men yangi borgan chaqda faqat men 1 yil ingliz o'rgangan shu Chengduda borgandan keyin yoki bir ko'pincha men o'zimning ko'rganim ko'pincha Shanxayda o'qishda ko'pincha 3-chi darajaga 3-chi darajaga kirib, ya'ni 1 yildan keyin normal maqsa shu 1 yildan keyin shu oliy maktabdan keyin 4-chi darajani o'tash kerak degan shu talabni asosan tugitib bo'ldi o'quvchilar. Menimcha Yaponiyaga berish unda to'lqin emas, hamda shu o'quvchilarningki normal istikida Yaponga berish pek cho'ng nima emasdi. Ko'pincha shu inglizcha o'rganib maktab bo'yicha ko'pincha avvalda shu Amerikadek ingliz tilini so'zlashgan davlatga chiqqan ishlar asosan shu iqlimimda. Men 98-yilda Shanxayga borgan. Xo'shi Chinjinsi, Xo'shi masjiddagi Bayaxon borgan. Men ko'rishgan vaqtda bizim berib shu odamlarni izlab borgandim. O chog'da islomiy jihatda o'qish nimasida maslahat so'rab borgandik. O dönemde adamın ismi Beyrunşun. Uygurlarında Bayaxın deb isim koyuyorlar adam. Kuyzu adamım. Birkaç qatim bordim, shu Shanxay Chawtonda shu kun bordim. Ondan keyin yana bir Fudan universiteti u yerga bordim. Shanxayda o'qiyotgan o'quvchi bolalar yaxshi bir-biri bilan aralashib o'tadi ekan. Shanba kunlarida shu Shanxayda shu Beyrunshun'niki masjidda şeyde bir dersler bo'ldi ekan shu. Shu 1-chi soat shu darslarni anglab qildik ekan. Yaxshi bir muhit yaratilibdi ekan, to'g'riliq. Men Shanxay yangi borgan chaqda diniy jihatimiz faqat shu normal cho'ngib qolgan u normal ma'rifni bizga to'g'ri nima yo'q, hamda asosan shu o'zim odamlarni bir ikki qatim ko'rishdim hamda odamimiz tavsiya qilib masalanki o'zimizning musulmon davlatligimizni bundan saqlab yaxshi ma'noda deb bir qism kitoblarni shularni ilib o'qib, men asosan garchi o'zimiz musulmon deb cho'ngib qolgan bo'lsak ham dinga bo'lgan tushunchni aytib Shanxayga borgan shu orliqcha. Bu odam ham nurg'ulon Uyg'ur o'quvchilarda shu Hanzu o'quvchilar jiqlar musulmon bo'lib ketgan o'quvchilar jiqda hamda Uyg'urlar normal biz musulmon deb yashayotgan masalan normal kiyim kiyishyapti deylar-da. Shu odatdagidek kiyim kiyib yurgan bo'lsa, shu boshqa o'xshashlar. Yangi musulmon bo'lgan Hanzular to'liq o'rnib shu vaqtdalar. Shunda endi ular chunki biz aynan bilan normal turmush holatimiz bilan dinni asosan aralashtirayotgan holat bo'lsa ham ular dinni tushungandan keyin
uni to'liq oldi qabul qilib hamda yaxshi bo'lgan jiq misollar bor shu Şu biz adetni din deb qarab qolgan, masalan, ular şu dinni qabul qilgandan keyin o'zining odatlari mi o'zgarganda odamniki. Ko'pincha avvalasa shunday Amerikada shunday tegidin musulmon bo'lib cho'ng'ollar shu o'zininki normal turmush holatini saqlab ham shu bo'ldi deb o'ylab qolgan bo'lsam-da, Amerikadan shu musulmon bo'lgan ko'pinchalar ham da unoyat har bir o'zi o'qigan, qabul qilgan bilim amal qilishga tirishib, ki oxirida qarasa ularga sunnatga, Qur'onga, sunnatga bekrak agishganlar. Yani aşılarga yaqinroq agishga tirishdi. Gerçi aslida tegidin musulmon bo'lib cho'ng'olgan biz mesela normal mishna kiyinimiz, mishna tamoqimiz, mishnachilik faoliyat qilamiz degan bo'lsa, u texmi inchikilib, chunki u o'zligidan kelib aslidagi yo'q narsani ham aslida mana shu to'g'ri ekan deb yangidan o'rganib bu shumancha amal qilmoqchi. Bizningki masalan boshqa aslida musulmon bo'lib cho'ng'olgan, cho'ng bo'lgan kishilar ham ular aslida o'zining an'anasi normal shu mishnachilik bo'ldi deb qaraydigan o'zining normalari var bizninki. Endi ular shu yerda to'xtab qolgan, ammo yengillari ham to'liq qabul qilganligi uchun ular taqibakrak tafsili ishildi. Men de o'zim gerçi Amerikada o'qigan bo'lsam, ingliz tilini chet tili o'rganishga bek qiziqaman shu. Yapon tili o'rgandik, san'at instituti vaqtida darsini o'tib. İngliz tilini o'rgangandim, o'qib bitirgandan keyin o'zim bir qator yaponcha dars berdim. Boshqa vaqtlarda shu ingliz o'rganib o'chab Newcastle inglizlamadim. Şu vaqtdan boshlab shu inglizcha nimalarni tabliğlayapti. Anglaytdim, anglagan narsani boshqalarga taqdim etdim. O chog'da shu doktor Xolid Tariq Yasin Xolid El-Mansur deb birisi shu vaqtlarda 96-yillar. Onun nimadan oldu? Keyin Xolid Yasin deb Şeyx Xolid Yasin deb tanlıq o adam shu. O adamning darslarini angladim. Hatta bazı nimelerini tercüme kıldım, xatlik qilib. Ayni mesela Yusuf Estes deb bir adam var Washingtonda yaşaydigan. Hazır özleri Gayda As TV deb bir televizor kanalı kurdu. Ama şu özleri aslında şu Hristiyan, keyin musulmon bo'lgan danliq ustozlar, mening ustozlarimiz. Bu to'g'riliq o'zingizning qisqacha nimasini so'zlab berdingiz, rahmat. Bu özümüzün tercümanı hem doğruluk muçlak toxtulup ötsek hem de ikinci temaga ötsek. Qadamışdaq qısaq yaxşı boldu. Meni sizin ait erkin. Boldu mu yaxşı? Paranlaşıp qıldık. İkincisi de hem de Uyghur Akademisi bu qatam biz alayı təklif qıldık sizni. Siz yengimizden birge biletini özənglar yenen olan çıxırıb, kelib yığınğa qatnaşıb özənglarının kendimizini doktorlarının sözlüdüğünler. Sizce şunda bir faaliyetlerini elip verişinin ki ahmiyeti qandarak siz bu qatim özünüz şəxsən özünüz kelib qatnaşqandan qandarak təsirat iyi oldunuz. Bu to'g'riliq biraz qisqacha bir ta'sirotini so'zlab bersangiz, undan keyin sizniki sungan temangiz to'g'riliq gaplashsak. Bu da menimcha bu bir yaxshi o'rlashtirish bo'ladi deb o'ylayman. Nurg'ulg'on her devletlerden o'xshash bo'lmagan temadagi, o'xshash bo'lmagan sohadagi tadqiqotchilar kelib o'zininki tadqiqot natijalari yoki o'zining bayqashlari degandek har xil mazmunda doktorlar bo'ldi. Menimcha bo'lsa texmi buni kengaytirib birinchi nimada ikkinchi jihatni yo'qchilar balki ilmiyligini texmi oshirib o'zining amaliyotdan bo'lgan tadqiqot jihatida çünkü biz teklif bilan qatnaşgan sonunchi emas balki shu kelgan kishilar o'zininki qilgan ishlar asosan o'zini tunishtirish bekrak bo'lgan bo'lishi mumkin. Degan asosda kengayish jarayonida balki sonli ma'lum darajada saqlab ilmiyligini oshirish, ya'ni sifatini oshirish muhimroq deb o'ylayman. Bo'ladigan doktorlar orasida balki ma'lum bir yangi boshlanganda ko'pincha shu yig'inlashlar boshlanadi beshida boshlab turdik. Bunun için siz diyendek o taraflarda şimdi
Mening qarshim shu hamda asosiy yangi boshlangan jarayonda mumkin qadar shu xalqalli kelib, bizningki baqin qanchalik qilsa shunchalik avolda. Undan keyin meningcha uzun mezgilda nimnikin yig'inning yoki bo'lmasa konferensiyamiz inglizcha shuningki unumini inovatni yuqori ko'tarish uchun texnik ko'proq adam taklif qilinib, ilmiyligi texnik yaxshi bo'lgan, kuchliroq bo'lgan dokladni jiqroq sunilsa, endi yani bir doklad berish emas, hamda o'zimizning xalqqa manfaat ola oladigan tipik dokladlar qancha ko'p bo'lsa, shunchaki yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Siz degandek, masalan, bugun shu 3 kunlik nima dema program nima? Masalan, doktor Murat Orxunma kompyuterdagi tarjima makinasi to'g'riliq shunaqa. O'zbekcha bilan Uyg'ur tiliga yaqinlik to'g'riliq ba'zi narsalarni so'zlab berdi. Uning bilan sizningki kasbingizningki yoki o'zingizning qiziqishi yo'lg'on to'g'ridagi to'rlog'iti degandek shu. Bu jihatlarda umuman kompyuter mutaxassis ham shu, injener, sizmi shu? Bu jihatlarda ishlarni ushqashtirib, qanday masalalarda birlikda ilerleysizlar shunami? Qanday yangi bir nimalar bor, maslash, hamkorlik imkoni bor. Bu to'g'riliq paranglashib qila olgan bo'lsanglar, texnik yaxshi bo'ladi-da endi. O sharoitda biz bu qatim hozirlagan bo'ldik degandek, ma'lum bir tema yoki ma'lum bir sohaga yig'inchoqlanib, undan keyin o dokladni sunib qolmay, doklad sunilib bo'lgandan keyin, maqola o'qilinib bo'lgandan keyin, undan keyin rasmiy ilmiy kengash demdoq yoki bo'lmasa hamkorlikni qanday qilamiz, o to'g'riliq suhbatlar bo'lsa, deganingizdek texnik yaxshi unumga erisha olamiz. To'g'ri deyapsiz. Undan keyin bu qatim so'zlaganingizda shu Uyg'ur madaniyatini tor muhitida, raqamlik muhitda saqlash to'g'riliq nihoyat yaxshi so'zlab o'tdingiz. Buningdan bir qisqacha bir mushu temani o'rtaga qo'yishingizdagi maqsadingiz, undan keyin buni qo'ygandan keyin bundan keyingi planingiz shu to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. Bundan maqsadimda asos so'zlagan tema shu Uyg'ur madaniyati, jumladan til yoziqi, shu sohalarda shu Uyg'urlarningki madaniy mulklarni raqamlik muhit degan chog'da asosan shu kompyuter, internet muhitida saqlash to'g'risida asos doklad shu mazmun shu bo'ldi. Endi buningki men so'zlab o'tgan asosli mazmunlar endi 3 tema, ya'ni hozirgacha uni texniklik masalalar jarayon qanday bo'ldi, ya'ni asosiy tarixiy jihatdagi o'zim bildigan tarixiy jihatdagi bir qism o'zgarishlar. Ondan keyin hal qilingan bir qism masalalar mush jarayonda. Ondan keyin 3-chi kategoriya ham asosan bundan keyin kelgusida qilishga tegishli yoki biz qilsak unumi yaxshi bo'ladigan, xalq manfaat tegadigan bir qancha turlarni so'zlab o'taman. Asosan tarixiy elib aytgan chog'da Uyg'urlarningki shu kompyuter sohasiga kirib til yoziq jihatdan shunga kengayish, undan qanday masalalar yuz bergan, undan keyin shu yaqinqi oldingi 10 yil jarayonida 10 yildan tortib hozirgacha nurg'unlagan o'zgarishlar bo'ldi. Bundan nurg'unlagan to'rdagi ko'pincha to'rdagi o'z oldiga ish qilayotgan yoshlar, tadqiqotchilar Uyg'ur tilininki to'g'rida normal ishlatishi, kompyuterda normal ishlatilishi, shu jihatga nurg'unlagan hamda o'xshashmagan sohalarda o'xshashmagan to'hfani qo'shdi. Shu jarayondagi bo'lgan bir qism to'hfalar, hal qilingan masalalar, hozirgi hemşireler hozirgi holat hamda hozirgi bizning holat. Undan keyin shu biz hal qilishga tegishlik taxayullanmagan, bo'z yaxshi bo'ldi degan nurg'unlagan takliflarga asosan o'zim bir qism narsalarni yig'inchoqlab shuni so'zlab o'tdim. Hozirgi agar uni jiqroq so'zlab zo'r bo'lsa qayta tashkilroq deysak bo'ldi. Bunun da asaslı nimi Uyghur tili qisqish tarixi, Uyghur tili qisqish tarix, Uyghur tili yoziqning raqamlik muhit betaraf qilinish tarixi, ondan keyin Uyghur tili yoziq betaraf uchragan va hal qilingan masalalar, oldimizdagi hal qilish tegishli masalalar to'g'riliq. Siz degandek o to'g'ri so'zlab o'tdingiz.
Hem de bu asaslık sizinki sizni biz şu vatanda şu yolgun to'g'rini qo'rg'uvchi deb tanıymiz hem şu. Sizden şu yolgun deb şu isimni qo'llanishingizga asaslık bir nima muddaingiz nima o to'g'riliq qisqacha so'zlab beramiz. Hem elin bu torbet kurmakçı olan birinci belki 5 yıllık kalırsa kılgan oy belki şu torun nimi dep ataş hem zaten. Şu vaxtda özümde oylap darxil xiyallik geldim. Şu vaxtda asas yani yılğın hem de bir çölde üstügan adli bir ösümlük hem. Lekin su az olsun mu yaxşı bizi aynap yani alayda su vuruşuna açtı yok. Yani çokum bir deryanın boyda oluşuna açtı yok. İmkan kadar kançlık özüge kançlık bozuluk yak su bolsa şunun asasen bizi yaşanıp çoğulduğun ösümlük hem yüzüm gerçi adli ösümlük olan bilen de güllerim çıraylık hem de bu bir cihetten de fakat hem de estetik deyimiz güzellik cihetki bir qaraş yani biz hem de şu yurtumuzda köprek uçuraydıgan çöl hem de Bayalı'da çirende o bir hem de qasas hem de fakat yurtki köprek uçuraydıgan mesela İngilizce de onun bir kademle İngilizce mesela gariptim belki ismini bilmesi mümkün şu ösümlük mümkün lekin bizning vatanimizda köp uçuraydıgan bir ösümlük Benim oylandım delik şu işki jihatin birisi özümde hiç qandaylık jiq narsa talab qilmayim qanchalik bo'lsa o'zini atrofida muhit asosan shu ishdak o'zi aynib bir jangovar o'simlik degandek bir adabiy jihatdan aytgan chog'da yani biz ham o'zi vatanimizdagi ko'p uchraydigan o'simlik ham o'zim ko'pincha kishilar mening bilganimdan ko'pincha kishilar yaxshi ko'rgan bir o'simlik vatandagi shunga shu ismni tanlab qo'ygan boshqa cho'ng alaydi maqsad yo'q. Siz şu çölge jangalga kirib o'tan chiqib baqqanmisiz? Kirganim lekin o'zim o'tan chiqmoqsam muhim bo'lsam ham shu shu yezilib bo'lgan chog'da shu yo'l bo'ylarida cho'ng yo'l deydek yo'l emas ham shu bir arıqlı mağsı yo'l olib qolgan yerlar shu. Men bilgan shu bir ta'tilda odatda biz yezg'i ivatdi dalamlar. Şu vaqtida bizning o'sha tog'larimizdan biriga kiribdik. Qarqi deb bir yezi bor, Keringniki. Jangal. Odatda shu o'tanilish uchun shu aldan yulg'un boyaga kirdi ekan, shu yulg'un qaraqamaning tagida o'tan bor debchi. Bu döngdak binasi ostiga nima qilib shu uzun temir nimalar bilan zixva ekan shu. Ashloqdan shuni istedi. Sanjib qilib, undan keyin kalaydigan gapken. Yeni birisiga hamdalik ekologik muhitni qo'g'dashda qumlarninki ko'chib ketmasligini oldini olish uchun shu ching shu yerni tutib turadigan qumni tutib turadigan bir xil o'simlik. Nihoyat yaxshi nimani qo'llanibsiz. Taxallus balkim yolg'on deb shu taxallusni qo'llangan bo'lishingiz mumkin. Az ham shunasin ba'zi vaqtda shu hamda biz vatanning sirtida yaşagandan keyin vatandagi shu gulgiyalar, o'simliklar har bir narsalar bizningki qalbimizda bebaho narsalarga aylanadi ekan. Men odatda masalan o'zimningki so'yatni men Turkiyada vatandosh bo'lganchada 5 to'g'roq deb qo'ydim. Gerçi bu to'g'roq degan qo'pol bir daraxt bo'lsin men shu. Hatta ayolimdan bunda 5 to'g'roq deb qo'yib oldim buni deb shu. Qarshi turgan vaqtim bo'ldi, keyin tushganda xitin 5 to'g'roq bizningki yezilar 5 to'g'roq ismidagi kentlar ham yerda bor ekan. Shu anda Abdulaziz Xotani emas, bir yerninki yurtbozlik qilib qolmay deb shu. Shuni qo'llangan. Demak, yo'lg'inma, shu to'g'roqlama hammasi shu. Vatanimizdagi Uyg'urlarni temsil qiladigan o'simliklar. Inshaalloh deganingizdek, siz umid qilgandek Buran çapqınlarda baş egmey inşallah Amerika'da. Bundan keyingi hayatınızda mı, farzandlarinizda mı, sizin izinizle besip Abdurrahmet Gür'ün şiirlerde aytılıp ötkendeki yolğunluğuna ait çoğun nimesi var ya da sizin oğlanlık karakteri var. Farzandlarınız mı sizinki izinizle besip sizden eşip ütep ketken inşallah. Rahmet Uygur Akademisi'ki sungan timisi toğırlık mı? Yani Uygur medeniyetini raqamlik muhitni muhafaza qilish to'g'ri planlarini bir qator so'zlab
sözlügen dokladından biraz xulas çıkırıp verdi. Rahmet. Hem de ikinci timine öttük. Biraz aramalandık ya. Ya bana nispeten şu. Bir çay içse köptük ya. Nereden? İki bardak çay getirin ha. Bir şey tükürsün birinci bölümü. Bundan olsun cibeteyim ama ona. Hürmetli televizyon görgüsü qarindaşlar, ilminin zakitini belgele 3. san programda Doktor Muhammed Abdullah qarindaşımızı, efendimni ziyaret kıldık. Bununda sohbet ötküzdük. Bununda özündeki tercümalı ve kısaca sözlep öttü. Ondan keyin Uyghur Akademisi'deki doğruluk kısaca bu yerdeki hissiyatı, yaxşı fikirlerini oturup koydu. Hem de özündeki şu 6 qadamlıq Uyghur Akademisi'de Xalqaro ilm muhokama yig'inida o'qigan maqolasi to'g'riliq qisqacha xulosa qilib o'tdi. Rahmat. Programımızdaki birinci bölümü Mishada tamamlandı. Birazdan keyin yine ikinci bölümde sizler bilan yangi temalarda görüşürüz. Rahmat.